Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan MOSFETdan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib MOSFETga kiramiz. Yuklanmoqda deb chiqadi va tayyor. Keyin ro'yxatdan o'tish va kirish bor. Kirish va bironta akkauntingiz bo'lsa, o'shanga kirish. Ro'yxatdan o'tish esa bir boshdan ro'yxatdan o'tish. Bu yerda telefon orqali, elektron pochta orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Telefon nomeri orqali ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Biz lekin bir boshdan adin klikda bosamiz. Bu yerda qayerda joylashgan bo'lsangiz, o'sha yer davlati O'zbekistonda joylashgan. O'zbekiston boshlaydi, o'siz boshlaydi. Adin eksperticha qanaqa sumda o'ynaysiz? Shu narsalar bo'lar. Masalan, mana qanaqa summalar bor, rubl bor, dollar, yevro, qozoq tenge va shunaqalari bor. Bizlar o'zisini tanlaymiz. Xohlasangiz dollarni o'ynaysiz, dollarni tanasangiz ham bo'ladi. O'zisi bu O'zbekiston so'mi. Mana bu yerdagi promokod degan joyga katta harflarda DM701 yozamiz. Bu promokod nima qilib berasiz? Mana bu yerda 3 million so'mgacha bonus bor. Kazino o'yinlarida 250 ta 5% birinchi depozit uchun 250 ta FPS qo'shib beradi. Bu yerda sport uchun ham birinchi depozit uchun 125%. Ya'ni nima deyapti va rad etish bor. Rad etish bizga kerak emas. Masalan, biz ko'p kazino o'ynaymiz, shuning uchun kazinoni belgilaymiz. Bu 3 million qanaqa bo'lsa, birinchi depozit masalan 2 million so'm pul tashlasangiz yoki 1 million so'm pul tashlasangiz sizga 3 million so'm bonus beradi, ya'ni 125%. Va ro'yxatdan o'tish deganini bosamizda 701 promokod bo'lishi shart. Hozir 2025-yilgi eng yangi promokod ishlaydigan 100% ishlaydigan promokodlardan bittasi mana shu. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Va bo'ldi, mana bu narsalarni to'ldirib qo'yamiz, skrinshot qilib olamiz. Esdan chiqib ketmasligi uchun, masalan, akkauntdan chiqib ketsak ham yana kirishimiz uchun skrinshot qilib qo'yishimiz shart. Keyin mana bu yerga telefon raqami yozsak ham bo'ladi, bu yerga elektron pochtani yozsak ham bo'ladi. Keyin davom etishni bosamiz. Mana hisob to'ldirish chiqadi birdan. Qanaqa summalarda pul tashlasa bo'ladi? O'zim tezkor, Humo Premium, Viking Pay, Telegram bot orqali, ya'ni Uzcard, Humo, Uzcard Online, Visa, Masterclass, Uzkassa, Uzpayme, Bitcoin, shunaqa narsalardan ham pul tashlasa bo'ladi. Biz hozir pul tashlamaymiz, shuning uchun bundan chiqib turamiz. Chiqqanimizdan so'ng nima qilamiz? Bu yerda masalan aksiya bonuslar mana DM701 promokod mana ishlayapti. Chiqadi mana 120% depozit mana ishlayapti. Pul tashlasangiz ishlaydi. Ikkinchi depozitdan keyin bular ochiladi. Kazino o'yinlariga tikdik, shuning uchun kazino o'yinlari mana DM701 promokod orqali pul tashlasangiz bonus sizga 100% qo'shib beradi. Bu yerda mana bu so'm valyutani oldida turgan bo'lsa, o'sha yerni IDni ustiga bossak, profilga o'tamiz. Bu yerda masalan pul tiqaysiz, qanchadir summa yutganingizdan keyin mablag' chiqarish degan joy bor. Mablag' chiqarishda bu yerda to'lovga buyurtma berish uchun profilingizni to'ldiring deyapti. Mana u shaxsiy. Keyin bizlar mana bu yerda chiqishdan shaxsiy ma'lumotlarga kiramiz. Telefon raqami yozamiz bu yerga. Emailni yozamiz. Email bo'lmasa ham bo'ladi. Hatto yozsak yaxshi bo'ladi. Bu yerga familiya, ism, erkak yoki ayol, qaysi davlatda joylashgan bo'lsangiz o'sha boshida belgilangan shahar, nickname bu shart emas, tug'ilgan sana, hujjat raqam. Hujjat raqam bu pasportdagi AD687 shunaqa narsa bo'ladi-ku, o'sha narsa. ID karta ya'ni. Keyin bo'lgandan so'ng masalan mana saqlash degan narsa chiqadi. Mana saqlashni bosamiz. To'ldirmadik, shuning uchun to'lmadi deyapti. Masalan mana jinsiga erkak, shaharga Toshkent, tug'ilgan sana 4-aprel, hujjat raqamiga AD
Xo'sh, telefon raqamga va sizga kod keladi. O'sha kodni yozishingiz kerak. Shuning uchun bizda hozir telefon raqami bu yo'q. Shuning uchun qilmaymiz. Va keyin bu yerdan bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Shu narsani to'ldirgandan so'ng albatta. DM701 promokodi orqali 125% gacha bonus oling birinchi depozit uchun. Hammaga rahmat. Yana agar boshqa narsa kerak bo'lsa, kommentga yozsalaringiz, shunga qarab video chiqaramiz. AdinXBetda, LineBet, ularda ham DM701 promokodi orqali ro'yxatdan o'tsangizlar bonus beradi. Hammaga rahmat.